Asramagan cho'g' bo'lsa bo'ldi, o'shana holat yetib keladi. Shuning uchun bunaqa ehtiyotsizlikni o'zimizga tiyishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tashabbusi bilan mamlakatimiz bo'ylab dolzarb 30 kun deb nomlangan maxsus yong'in xavfsizligi oyligi tashkil etildi. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi aholi o'rtasida yong'in xavfsizligi madaniyatini yuksaltirish, profilaktika ishlarini kuchaytirish va turli ijtimoiy qatlam vakillarini ogohlikka chaqirishdan iborat. Oylik doirasida kombinatimizning obyektlarda yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi hamda favqulodda vaziyatlar va radiatsiya xavfsizligi bo'limlari mutaxassislari Bekobod rangli metallar ishlab chiqarish korxonasi, Bekobod kislorod ishlab chiqarish korxonasi va elektr uskunalarini ta'mirlash bo'linmasi ishchi xodimlari o'rtasida targ'ibot ishlarini tashkil etishdi. Mutaxassislar tushuntirish davomida aholini yong'in xavfsizligi sohasidagi bilimlarini oshirishga, ayniqsa bolalar, qariyalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga alohida e'tibor qaratish kerakligi haqida to'xtalib o'tdilar. Qolaversa, elektr va gaz uskunalaridan xavfsiz foydalanish, uy sharoitida oddiy xavfsizlik qoidalariga amal qilish yuzasidan tavsiyalar berildi. Favqulodda vaziyatlar xizmati vakillarining ta'kidlashicha, fuqarolarning o'zaro mas'uliyatli munosabati, qonun va qoidaga amal qilish har qanday tahdidning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Formallik odam startap